Qanaqasiga risk qoldiriladi? Masalaga ortiq bilan pulini berganman, lishni problema bo'lmasligi uchun. Xo'jayin kirsam bo'ladimi? Nima gap? Xo'jayin tovarlar kechikyapti. Nima qilaylik? Yo'qol, o'z shu yetmay turibdi. Tinchlikmi? Buncha asabisan ertalabdan. Nima gap o'zi? Tinchlikmi do'stim? Telefon qilsa, telefonlaringga javob bermaysan. Tinchmisan o'zi? Ko'rmaysanlarmi? Oxirgi paytlarga ishlarim orqaga tortyapti. Ota-onamni tur paket bilan umraga jo'natgandim. Reys ham qoldirildi. Uni ustiga restoranda ham yurishmayapti. Unda bir ehsonchi qazi bor. Qo'ysangchi, bo'ladigan gapni gapir. Bu nima degani Sherzod? Restoranning shuncha bizneslaring bor. To'g'ri aytayapti. Ehson chiqarib bor do'stim. Bitta boyda 10 ta miskinning haqqi bor deyishadi. Ehsonning mukofoti ehson bo'ladi do'stim. To'g'ri aytasanlar do'stim. Unda shu gunoh osh tarqatib ehson qo'ramiz. Baxtiyor,